Assalomu alaykum, universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan saroy sarmasini birgalikda tayyorlaymiz. Bu turkcha shirinlik juda ham mazali, ko'ngilga urmaydigan bo'ladi. Avval pechenyelarni maydalab, patnisimizga tekislab olishimiz kerak. Shirinligimiz uchun asosiy kremni tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib shakar, kakao hamda unni yaxshilab aralashtirib olamiz va ustiga mazali sutni qo'yamiz. Bu krem oddiygina oson tayyorlanadi. Yaxshilab aralashtirib, past olovda quyulgunicha pishirib olishimiz kerak. Kremimiz issiqligida shokolad hamda sariyog'ni solib, yaxshilab bir xil bo'lgunicha aralashtiramiz va pechenyeli patnisimizni ustiga tekis qilib quyib chiqamiz. Yaxshilab tekislab olib, 2-3 soatga sovutgichga jo'natamiz. Bu orada krem tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Mazali cheez krem, sug'ushonka, ozgina vanilin hamda kalexdan 33% qaymoqdan muzdekkina qilib solib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Oppoqqina, qattiqqina bo'lib ko'pirgan kremimizni sovutgichdan pechenyeli massani olib, ustiga kremni surib chiqamiz. Bu orada pechenyeli massa yaxshilab qotgan bo'ladi. Ustiga xohlagancha yong'oq sepishinglar mumkin. Men xandomista maydalardan foydalandim. Kichkinagina qilib uzun lentachalarga bo'lib, xuddi shunaqa qilib lopata yordamida o'rab olishimiz kerak bo'ladi. Juda ham osongina, tez o'raladi. Bu shirinligimizni muzdekkina qilib yeyishingizni tavsiya qilaman. Ayniqsa yoz kunlarida xuddi muzqaymoqdek jonga yoqadi. Ustidagi pechenye va ichidagi yumshoqqina krem umuman chaynamasdan yutasiz. Yoqimli ishtaha.